O'lib qolsang ham xo'p degan, tushundingmi deb qizlarga hali kelin bo'lishlaridan ancha avval mana shu gaplarimizni tarbiyalayapmiz go'yoki boshlaymiz. Sen qiz qarab tur deymiz, ertaga qaynonang seni ketingga tepadi deymiz. Tamom, qiz bechorani tasavvurida qaynona bu jodugar. Nima uchun ko'p kelinlar qaynonasidan bezib qolgan? Chunki u Robbisini emas, bandasini roziligi uchun qiladi har bir ishini. O'zimiz o'rgatamiz mana shu narsalarni. Gapirmasin, ovozi o'chsin deb ovqat qiladi. Uf tortib tozalaydi. Ertalabdan voy turib qolmasinlar qaynonam o'ldirib qo'yadi deb erta tongdan negativ o'y fikrlar. Mana keyin nima bo'ladi? Joniga qasd qilishlar. Yosh onalar avval bolalarini, orqasidan o'zlarini joniga qasd qilishlar. Balkim qizlarga dildan chiqqan mehr uchun savoblar berilishini uqtirish kerakdir, nima deysiz? Bolam, shu ishni qaynonang uchun emas, u ham endi bir gunohkor bandada. Qayerdadir biladi, qayerdadir bilmaydi. Undan ko'ra Robbim uchun, Robbim o'zingning rizoliging uchun qilyapman shu ishlarni. Shu ishlarni ovqat qilyapman, tozalayapman, o'zing rozi bo'lgin mendan deb chiroyli niyat qilsak, har ishda, chunki niyat muhimligini ham biz qizlarimizga aytishimiz kerak edi. Ana bo'ji kelyapti deb qaynona bilan qo'rqitmasdan. Sababi dildan emas, faqat til uchida aytilgan mulozabatning oxiri voy, na samimiyat, na mehr haqida gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Va eng achinarlisi, o'zimiz qaynonaga mulozamat ko'rsatgin, qizim deb qizimizni ikkiyuzlamachilikka yo'naltiryapmiz. Oilaviy munosabatlar shunaqa juda ham nozik mavzu aslida, lekin tan olaylik, munosabatlar yaxshi bo'lishida ham, yomon bo'lishida ham biz ayollarni rolimiz nihoyatda katta. O'zbekning qonida o'zi ekologiya bor. Bu nima uvol qilmaslik. Uvoldan qo'rqish bu o'zbekning qoniga singib ketgan qadriyat. Va mana shu ekologiyaning asosi. Chiroqni uvol qilmaslik, bekorga yoqib turmaslik, suvni uvol qilmaslik, sabzavotlar shunaqa archish, ko'p pochoqqa chiqib ketmasin yoki chiqsa molga berilsin. Har jabhada uvol qilmaslik aslida bizning qonimizda bor. Shuni eslash kerak. Biz qanaqa yashaganmiz? Endi plastiksiz yashash kerak ekan, plastikni hammasidan voz keching, umuman ishlatmang demayapman. Buni iloji yo'q. Biz hozir shunaqa davrdamiz, shunaqa jamiyatda, shunaqa dunyoda yashayapmiz. Plastikni oxiri borib qarasangiz, xomashyo neft. Neft bu dunyoni boshqarayotgan katta, biz hatto ismini, uy manzilini bilmaydigan odamlarga qarashli. Oilada er rahbarligining bitta zo'r ko'rinishi bor. U ham bo'lsa, ayolning hamma aytayotgan gapiga ham e'tibor bermaslikdir. Ya'ni ayolning hissiyot bilan aytayotgan har gapini menga shunday dedi-ya deb og'riqli qabul qilavermaslik kerak. Mana shu haqiqiy erkaklikdan dalolat beradi. Yaxshiyam bo'lsan, ham do'stu maktabda sinfdoshlaring seni o'rtaga olib, sumkangni, shapkangni bir-biriga otib, masxara qilib, seni xafa qilishga harakat qilsa, sen shu vaziyatda yig'lab, ularning orqasidan yugurib, jahling chiqib, ularni urishga harakat qilishing kerak emas. Nimaga? Chunki bu bolaga seni shapkang emas, seni sumkang emas, seni emotsiyang kerak. Ya'ni emotsiya chaqira oldimi, demak ular o'zini yutgan hisoblanadi. Bo'ldi, uddaladim deb o'ylaydi. Shu uchun nima qilamiz? Tinchgina narsang haqida umuman xavotir olmasdan bir chekkaga chiqasan va tinch sabr bilan shunchaki kutasan. Bu yoki bu vaziyat umuman senga tegishli emas. Mana tasavvur qil, senga kimdir sassiq narsani qo'lingga uzatib senga bermoqchi bo'lyapti. O'sha narsani olasanmi? Mana ko'rding, xuddi shunaqa tanqid, masxara qilish, qandaydir senga emotsiya chaqirishga harakat qilgan o'rtoqlaring ham xuddi shunaqa. Senga sassiq narsani qo'lingga tutishga harakat qilyapti va sen unga reaksiya bildirmaguningcha bu narsa ularning qo'lida qoladi va vaziyatda sen g'alaba qozongan bo'lasan. Tushuntira oldimmi? Erini ruxsatsiz ham chiqib kelishga haqqi bor. Chunki erini haqqidan ko'ra ota-onaning haqqi ham bor-da bu yerda farzand oldidagi. Qoida bor, aytib qo'yilgan. Amal qilish qoldi xolos o'zi aslida. Qolgani o'zimiz haligi o'ylab topgan narsalarimiz ko'pda. O'zimizcha prinsip deymiz.
man xo'jayinman deydi kimlar, to'g'ri xo'jayinsan, lekin uni ota-onasi bor, u ham odam, u ham inson. O'lganim haqida eshitsang, lekin ering ruxsat bermasa kelmaman, sendan roziman debdi. O'shaning uchun nima deydi? Borishim kerak deb ham o'ylamasdim. Kuyovlarga ham aytgan kuni bo'lganda, mabodo suvjon narsa bo'lsa o'zingiz ko'rmasin. Otalar gapira olmasligi mumkin Otalar gapira qizlariga. olmaydi-ku bunaqa gaplarni qizlariga. Qizlar otani roziligini olish shart emas, erini roziligini olish. Rozi qilish shariatda yo'q. Insonlar biz bilan qanday munosabatda bo'lishini xohlasak, biz ham o'zgalarga xuddi shunday munosabatda bo'laylik. U bunday, bu bunday deb o'zgalarni ayblasak, yana nolib ham qo'yamiz. Duolarim ijobat bo'lmayapti deb. Ha, ichimiz to'la g'azab, nafrat, alam achchiq bo'lsa, yana qudrat, hasad, hattoki qasos o'ti. Buncha shaytoniy his bilan yana Rahmonga sajda qilamiz. Bu salbiy hislar bilan kurasha olmas ekanmiz, agar kuchimiz yetmas ekan, hazrati inson bo'lib yashashga ne hojat? Umr bizga nega berilgan? Aynan shu tuyg'ularni yengib, haqni yo'lini tanlash uchun emasmi?